Juda ham bu ham muhim savollardan biri. Bir ayol birinchi turmushi o'rtog'i bilan ajrashgach 8 yil o'tib boshqa birovga turmushga chiqibdi. Undan avval esa sobiq turmushi o'rtog'i bilan telefon orqali gaplashganda, "Meni javobimni bering, men turmushga chiqmoqchiman" dedim. Keyin u "Tegsang tegib yo'qolib ket" dedi. Shu so'z bilan men taloq tushdi deb hisobladim va bu haqida ota-onamga aytdim. Ota-onam ham o'sha o'zimizni tomonlardagi domlalardan so'radi. Ular taloq tushganligini ma'lum qildi va men turmushga chiqdim. Hozir homiladorman. Endi shunga ham 8 yil bo'libdi. Erga tegsang tegib yo'qolib ket desa ham taloq tushadimi? Shuni hozir o'ylab qoldim degan savol bo'lyapti-da. Bahsimilla shunaqa ekan, desa javobini bermaysizmi? Men undan yomon so'z aytmayman. Shunaqa. Undan yomon ishlar qilib yurishdi o'zi. Ya'ni o'sha ayolga qaramaslik, zulm qilish, shunga o'xshagan. Xo'p. Avvalo taloq masalasida hushyor bo'laylik. Yosh oilalar, ya'ni eridan javobini bering deydiganlar yoki arzimagan narsaga xotiniga shu nikohni buzadigan so'zlarni aytadiganlar, Xudodan qo'rqaylik. Alloh eng g'azab qiladigan halol narsalardan biri taloq degan Rasululloh hadislari bor. Ya'ni er ayoliga o'sha nikohni buzadigan gapni gapirganda Rasululloh payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar, Allohning arshi larzaga keladi deganlar. Bu degani oilani buzishlik shu darajada nafratlanadigan, xunuk, yomon ish hisoblanadi. Bu taloq, bu arabiy so'zda. Bular aytayotgan boshing ochiq, xotinim bassan, menga haromsan, seni qo'ydim, javobing o'zing bilan, to'rt tomoning qibla. Shunga o'xshagan so'zlar endi taloqni bu tarjimasida mana hozirgi so'z ham shu bekorga o'sha mahallalardagi o'sha so'ragan imom domlalardan so'radik deyshadi. Ular taloq tushdi bekorga aytgan yo'q-da, sabab taloq oilani buzish haqidagi muzokara paytida aytilganligi uchun bu taloqqa tushadi bu. Chunki bu ayol javobini so'rayapti, bu erkak kishi o'sha javob berish ma'noda shu taloq lafzini o'zbekchasini aytganda, tegsang tegib o'lib ket degan bo'ldi. Sen boshing ochiq, sen meni xotinim emassan, boshqa erga tegur bo'ldi. Boshqa erkakka halolsan degani. Faqat o'sha aytgan kunidan boshlab 3 oy 10 kun, 3 ta nopoklik vaqt o'tgandan keyin nikoh o'qilgan bo'lsa, o'sha nikoh durust bo'ladi. Taloq masalasini birov orqali, SMS orqali, xat orqali so'ramaylar hech qachon. O'sha voqeada ishtirok etganlar hammalari bitta bo'lib, eshitgan, ko'rgan, o'sha yigit, o'sha er xotin ikkovi borib voqeani to'liq ravishda tushuntirib berish kerak. Shuning uchun endi bundan keyin shunga bir harakat qilaylik. Taloq haqidagi savol kelsa ham endi o'qimaymiz.